Masalan, mahram nomahramchilik masalasida bizning urfimizda kelinlar masalan erini akalari boshqalar bilan bitta uyda dasturxonda o'tirib ovqat yeyveradi. Bir narsa desa begona emas-ku deyiladi. Begona emas-ku, bu senga o'zingning yangang bo'ladi, o'tir. O'zingning kelining bo'ladi, o'tir. U kelin chiqib salom berish kerak. Mayli, salom berishi boshqa narsa, hijobda bo'lsa. Lekin bitta dasturxonda o'tirib ovqat yeyishi yoki bitta xonadonda qolib ketishi qancha fujur ishlar bo'lmayaptimi? Qancha fujur ishlar bo'lyapti. Sababi o'sha sharoit bo'lib qolganligi uchun uyning ichida. Shariat uni harom qilgan narsani bilib turib urfni oldinga qo'yadi. Vaholanki u hoji bobo o'zi. Hoji bobo u hajga borib kelgan, shariatni da'vo qilayotgan odam masjidga borib namoz o'qib keladi. Nega namoz o'qib kelyapsiz? Nimaga haj umraga borib kelyapsiz har yili? Desangiz Alloh buyurgan deydi. Alloh buyurgan bo'lsa, Alloh mana bu nomahramchilik, mahramchilikni buyurmaganmi? Ya endi bu noqulayda baribir ham deyiladi-da, o'zi ham bilmaydi nimaligini. Ya'ni oldinga qo'yib olingan. Qaynalar o'zining hukmini shariat hukmidan oldinga qo'yadi. Shariatda shunday aytsangiz ham tan olmaydi. Ya'ni bu johiliyat, asabiya jahiliya, bu johiliyat hamiyati